Birodar, Alloh azza va jalla sizni kuldirish uchun ba'zida yig'latadi. Sizni baxtli qilish uchun muayyan bir payt baxtsiz qiladi. Bu hayotda o'rganishingiz uchun, bu hayotda tik turishingiz uchun sizni ba'zida yiqitadi. Qorong'u kunlaringizga iqtisod, ekonomikani bilishligingiz uchun, o'rganish uchun sizga hozirdan muayyan bir payt kambag'allikni, ocharchilikning achchig'ini tattirib qo'yadi. Sizni ibodatga, o'ziga, taqvoga, islomga qaytarish uchun sizni eng yaxshi ko'rgan narsangizdan mahrum qiladi. Hech qachon sizning cho'ntagingizdan birovni boy qilib qo'ymaydi. Hech qachon sizga ziyon qilib, birovga foyda keltirib qo'ymaydi. Agar siz bo'yningizda tog'ining og'irchalik qayg'ular bo'lsa, agar siz bo'yningizda tog'ining og'irchalik qarzlar bo'lsa, agar siz bo'yningizda tog'ining og'irchalik alamlar, dardlar bo'lsa, Allohga suyaning. Allohga suyangan paytingizda bu qarzlar, qayg'ular, tog'ining og'irchaligidan ham o'tib ketsa ham Alloh azza va jalla hammasini hal qiladi. Nimaga? Chunki siz mehribon, rahimli va hamma narsa qodir bo'lgan Alloh azza va jalla muomala qilyapsiz.